Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, bugungi videomiz Turkiyada baliq yetishtirish va qayta ishlashga bag'ishlanadi. Videoni tayyorlashimizda Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi hamda O'zbek baliq sanoati tomonidan tashkillashtirilgan sovuq suv baliqchiligiga bag'ishlangan qisqa muddatli kurslarda qatnashib kelishimiz sabab bo'ldi. Bu kurslar mobaynida olgan taassurotlarimiz bilan shu video orqali bo'lishamiz. Kursimizni mantiqan davomiyligini ta'minlash uchun birinchi navbatda shakllantirilgan ota-ona to'dalaridan ikrani sog'ib olish, urug'lantirish, lichinkalarni va chavoqlarni yetishtirishga bag'ishlangan bo'lib, bu jarayonni bevosita o'sha inkubatsion sexda amalga oshirib ko'rdik. Nazariy qo'yganlarimizni bu yoqda amalda ko'rdik. Demak, bu yerda ajratib olingan erkak va urg'ochilarni anesteziya qilish jarayonlari ko'rsatilgan. Demak, bu anesteziyatsiya qilinadigan moddamiz benzikain bo'lib, 10 litrga 50-100 ml solib baliqlar tinchlantiriladi. Undan keyin quruq sochiq bilan va quruq idishlarga bir tomchi suv ham bo'lishi kerak emas. Yaxshilab suvsizlantirilib, baliqlarni ikra siqish jarayoni. Baliq bu yerda tinchlangan, uxlab yotibdi va sekingina ikrasi siqib olinadi. Ikra siqish jarayonida ko'rib turganinglardek bosh pastga qilinadi. Yaxshilab artilgandan keyin sekin bosh tepaga ko'tarilib, ikra sog'ish boshlanadi. Undan keyin erkaklar ham xuddi shunaqa alohida idishga spermalari sog'ib olinadi, siqib olinadi va shu ikralar va sperma bevosita aralashtiriladi va u orqada ko'rinib turgandek inkubatsiya jarayoniga qo'yilish uchun apparatga solinadi va 30-40 kun davomida o'sha belgilangan harorat 6-7 harorat gradus Selsiyda ushlab turiladi va shu muddat o'tgandan keyin ochib chiqadi. Endi ochib chiqqan baliqlar o'sha joyi o'zida basseynlarda 10-15 grammga 7 kunga qadar parvarishlanadi va keyin o'sha hududga yaqin joyda, mana tog'li hududda joylashtirilgan qafaslarga olib kelib baliqlantiriladi. Bu yerdagi qafaslar chavoq yetishtirilishiga moslashgan bo'lib, to'rlarning ko'zlari o'sha 5-6 millimetr to 1 santimetrgacha bo'lgan qafas to'rlarda yetishtiriladi. Ko'rib turganingizdek, mana qish davrida, ya'ni bir 7-8 oy mobaynida to o'sha harorat qora dengizda ma'qul haroratga yetguncha bu yerda o'zida boqiladi. Bu yerda o'sha Turkiyani o'zida ishlab chiqarilgan omuqda yemlar bilan farid baliqlar uchun maxsus ishlab chiqarilgan yemlar bilan boqiladi. Mana 2 millimetrli granulalangan yemlar, albatta ekstruderdan chiqqan va oziqaviy koeffitsiyenti bir atrofida bo'ladi bunaqa yemlarni. Baliqlarning ishtahasi yaxshi, mana talashib tepaga chiqib oziqlanishyapti. Endi fevral oyi bo'lgandan keyin mana ora-chora oram yog'ib turibdi. Baliqlarni bevosita ko'rish uchun keldik va bizga o'sha ham ko'rsatishdi bu jarayonni. Qanaqa o'sayotganligi, baliqlarning holati to'g'risida ham ma'lumotlarga ega bo'ldik. Demak, mana malakali baliq boquvchi rasmiy yem sepish orqali baliqlarni chaqirdi va bitta harakat bilan ularni ushadi. Mana shu baliqda taxminan shu 5-10 gramm atrofida. Bu vazn va o'lcham bo'yicha saralangan, har bir qafasda o'zining o'lchamlariga ega bo'lgan baliqlar. Masalan, bunda faqat o'sha 10 gramm, 15 grammgacha bo'lgan chavoqlar yetishtiriladi. Keyingi qafaslarda ham qafas to'rlarining ko'zlari yiriklashib boradi, ham baliqlarning o'zi ham yirikroq bo'lgan baliqlarga to'g'ri keladi. Keyingi bosqich o'sha suv omborlarida, qafaslarda yetishtirilgan chavoq baliqlari Qora dengizga o'tkaziladi va
Qora dengizda davom ettiriladi yetishtirish jarayonlari. Qora dengiz to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu Yevropa Osiyoni ajratib turuvchi yirik dengizlardan biri bo'lib, geografik, iqtisodiy, tarixiy jihatdan juda muhim suv havzasi bo'ladi. Joylashuvi bo'yicha shimolda Ukraina, g'arbda Ruminiya, Bolgariya, janubda Turkiya, sharqda Gruziya va Rossiya bilan chegaradosh. Maydoni 436 ming km², o'rtacha chuqurligi 1200 metr, eng chuqur joyi 2250 metrgacha borishi mumkin. Suvi sho'r, lekin boshqa dengizlarga qaraganda kamroq nisbatan. Taxminan 18 promilga to'g'ri keladi. Iqlimi jihatdan, demak, yozda 25-27 gradus bo'ladi suvi, qishda esa 5 gradus atrofida bo'ladi. Suvni yuqori qatlamlarda hayotga boy, ammo 100-150 metr chuqurlikda asroda vodorod sulfidi ko'p bo'lganligi sababli hayot to'xtaydi o'tda. Bu dunyoda eng katta o'lik suv massasi bo'lgan dengizlardan biri. O'sha 150 metr bo'lgan muhitda shunaqa muhit yaratiladi. Demak, Turkiya davlati shu Qora dengizdan baliqchilik maqsadida foydalanish uchun mana dengiz qafaslarini o'rnatgan. Bitta o'sha plastik trubalardan sanoat usulida yetishtirib uchun qafaslar joylashtirilgan. Qafaslarning diametri 30 metr, chuqurligi 15-20 metrgacha boradi. Qafaslar joylashtirilgan joy mana qirg'oqdan unchalik uzoq bo'lmagan 40-50 metrlik, 60 metrlik chuqurlikda o'rnatiladi. Demak, o'tqazish zichligi bo'yicha boshida har kubometriga 4-5 kiloda va oxirgi mahsulotga yetgan sari 15-25 gacha yetish mumkin. Endi bu yerda zichlikni oshirgan sari o'sish sur'atiga ta'sir qilganligi sababli bu yerda o'sha o'tqazish zichligini, ya'ni yetishtirish zichligini, o'stirish zichligini 10-15 kilogramm metr kubgacha tushirilgan. Oziqlantirish kuniga 2 marotaba amalga oshiriladi. Mana kemalar orqali olib kelingan yeb avtomatik o'sha havo pnevmatik usulda tarqatilyapti. Hozir shu jarayonni bevosita kuzatib turibmiz. Baliqlanish taqasi yaxshi, hammasi tepaga chiqib yotdi. Qafas chuqurligi 15 metr, 20 metr bo'lganligi uchun o'sha yem to pastga tushgunicha baliqlar uni yeb olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Undan tashqari pastda yana sensorlar turadi. To o'sha sensorlarga yem yetib borsa, signal keladi va yem beruvchi yem berishni to'xtatadi. Bu yerda baliqlar ulgura olmayapti yoki yemayapti degan signalni eshitgandan keyin. Demak, bu yerda 6-7 oy mobaynida baliq yetishtiriladi. Noyabrdan to maygacha 22-23 gradusgacha baliq ushlab turiladi. Bu vaqtda baliqlarimiz o'sha boshlang'ich vazni 500-800 gram bo'ladi va oxirgi vazni 2,5-5 kilogacha bo'lishi mumkin. Demak, bu qafaslar baliqni qayta ishlovchi katta kompaniyaga tegishli va shu kompaniya endi qayta ishlash zavodiga keldik. Endi bu jarayonni gapirib o'tirmayman, ularning o'zini video roligi bor ekan, shuni bevosita hamma tafsilotlarga ega bo'lish uchun sizlarga qo'yib beramiz. Mana shu Polyfish degan kompaniya sexlarini ko'rib turibsizlar, ishchilarini qanaqa kiyingan, mana omborlari, kichkina joyda qanaqa saqlanishlari baliqlarni. Bu yerda asosan jarayon ketyapti balig'i filesini olish va muzlatish emas, sovutish orqali eksportga yo'naltirilgan. Har bittasi mana germetik upakovka qilinadi va sovutish orqali muzlatmasdan darhol eksportga boshqa davlatlarga jo'nadi. Mana o'sha kompaniyaga kirib keldik. Hammasi mana farel suratlari bilan bezatilgan. Kompaniya direktori yaxshi kutib olishdi va butun jarayonni aylantirib ko'rsatib chiqishdi.
boshlang'ich kirgan joyimiz mana dezinfeksiya joyi. Har bitta ishchi o'zini oyoq kiyimiga ega va o'sha oyoq kiyimi orqali dezinfeksiyalovchi moddalar orqali chayilib, qo'llar ham, oyoq kiyimlari ham hammasi toza holatda mana xalatlarda bosh kiyim bilan quriladi. Mana kirish joyi hammasi avtomatlashtirilgan. Qo'lni dezinfeksiya qilish joylari. Zavod harorati nisbatan sovuq bo'lganligi uchun hammamiz qalin kiyib olganmiz. Ishlarimizdan ham hech qaysi jemper kurtkalar yechilmagan, ustidan xalat kiyilgan. Shuning uchun shunaqa ko'rinish bergan kiyimlarimiz. Ishlayotgan ishchilar ham hammasi qalin kiyib olgan. Mana bevosita o'sha zavodga kirib keldik. Kuzatuvchi transportyorlar bizani ekskursiyavodimiz hammasini tushuntirishni boshladi. Mana birinchi bo'lib saralashdan boshlanadi. Baliq vazniga, uzunligiga qarab saralanadi va har xil idishlarga tushadi. Ularga tushgandan keyin keyingi jarayon boshlanadi. Keyingi jarayon o'sha vazniga qarab saralangan baliqlar alohida yo'nalish orqali keyingi bosqichga o'tkaziladi. Vazni bo'yicha mana saralangan baliqlar kelib tushadigan joylari. Bu yerda mana boshqa xizmatchilar turgan joygacha olib boriladi va u yerdan bevosita file olish apparatiga kirgizib yuboriladi. Bitta kallasi olinadi, ichi olinadi va o'rta umurtqasi kesib ajratib olinadi. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu joyda mana dengiz okuni degan baliq ham o'sha qafaslarda yetishtiriladi. Mana o'sha baliqlarni ham qayta ishlashga olib kelingan. Bu yerda bular faqatgina mana vazniga qarab qo'lda saralanyapti va eshiklarga joylashtirilib eksportga jo'natilyapti. Bitta ichini yorib, ajratib, filesini olish jarayonlari bo'lmayapti. To'g'ridan-to'g'ri bozorga ketyapti. Faqatgina bu yerda vazn bo'yicha saralanyapti. Lekin shu muhitni yaratish o'zi ham katta gap. Bu joyda havo harorati salqin bo'lganligi uchun bunaqa ishlarni shu yerda amalga oshirish mumkin. Mana bu yoqqa kelganimizda endi filesini olish jarayonini kuzatyapmiz. Kallasi olingan va sovutilgan baliqlar file olish apparatiga kirgizilyapti. Bu yerda mana bir nechta ishchilar turib, har bittasi o'zini vazifasini bajaryapti. Ana endi filani ajratib olish jarayonini ham bevosita kuzatyapmiz. Apparat umurtqani o'zini ajratyapti va ikki tomondagi fili polda endi o'sha qiltanog'i bitta omburlarda ajratib olinyapti. Olingan qiltanoqlar mana suv orqali alohida ajratib olingan joyga suv orqali ketadi. Hamma narsa toza bo'lib turaveradi. Asosan ayol kishi ishlayapti va qiltanoqni bitta terishyapti.
Bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Baliqlar o'sha qafaslardan yoki hovuzlardan yig'ib olingach, darhol sovutgich orqali o'sha joylarga yetib keladi. Tirikligicha yetib kelgan baliqlar shu yerda sovutiladi, konteynerlarga joylashtiriladi. Maqsad baliqlarning hayotdan chiqishi va sifatini saqlanishi uchun minimal vaqt ichida sovutish va qor, muz bilan ta'minlanishi kerak. Keyin baliq tezkor transport bilan qayta ishlash zavodiga yetkaziladi. Shu bilan sovutish zanjiri saqlanishi juda muhim bo'ladi. Ya'ni bu sovuqdan issiqqa, issiqdan sovuqqa o'tish kerak emas, shu sovuq zanjiri saqlanishi muhim hisoblanadi. Boshlang'ich jarayonda demak baliq baholanadi vazniga qarab. Keyin sifat nazoratdan o'tkazilgandan keyin vizual tekshirish, harorat o'lchami, og'irligi kabi kriteriyalar ko'rib chiqiladi. Baliqlar o'lchamiga ko'ra sinflarga ajratiladi. Bu fili yoki boshqa mahsulot olish uchun mos tushishi uchun shu vaznga yetgan bo'lishi kerak. Vaznga yetmasa, bu boshqa maqsadlarda yana boshqa qayta ishlash bo'limiga jo'natiladi. Demak, fili olish uchun vaznlari yetgan bo'lishi kerak. Baliqlar tozalab miqdoriga qarab filelanadi yoki butun holatda sovutib saqlanadi. Masalan, Turkiyada bir zavodda file yoki dudlash orqali yoki sovutilgan holda mahalliy yoki eksport bozorlariga tayyorlanadi. Demak, Turkiyada qayta ishlovchi korxonalar xalqaro sertifikatlarni olib, tobora o'sha Yevropa bozorlarini egallashyapti. Bu yerda masalan Global Aquaculture Alliance degan Aquaculture Stewardship Council degan standartlar qo'llaniladi va Turkiya shu standartlarga ega. Sifatini ta'minlash uchun HACCP, ISO 22000 IFS kabi xavfsizlik va sifat standartlariga ham e'tiborga olinadi. Turkiyada masalan olabaliq eksportida shu standartlar qo'llaniladi.